Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz yuk mashinasi deganda oddiygina temir yoki bir og'ir mehnat tushunsangiz, siz hali yangi Favtagir VH modelimizni ko'rmayapsiz. Bu oddiy furgon emas, bu yangi imkoniyatlardir. Voy buni kengligini toza 19 kub metr hajmga ega. Hamma yog'i toza metaldan ishlangan. To'liq metal. Kam bo'lishi mumkin emas. Ichki qismini ko'rib turibsizlar, tashqaridan ham, ichidan ham to'liq metaldan ishlangan. Bu kuzov bilan sizlar xohlagan yuklarni xohlagan sharoitda manzilga bemalol muammosiz yetkazib berasizlar. Bu texnikani yuk ko'tarish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, naqd 3 tonna 600 kg yukni bemalol ko'tara oladi. Ana endi eng qiziq joyi ichkariga marhamat. Bu yuk mashinasimi yoki zamonaviy crossover? O'zingizlar bir kommentariyada yozib ketinglar. Ana endi kabinaning salon qismiga keladigan bo'lsak, mana bu kabinaning salon qismini sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'zi ham Fav texnikalarda eng maza qiladigan joyim bu salon komforti bo'ladi. Xo'p, bir komfortlarni ko'rsatishni boshlayman. Birinchi bo'lib ko'zim tushgan narsa mana bu telefonning podstavka bo'ldi. Bu zavod tarafdan yengillik qilishdi. Sho'par akalarimiz telefonni bundan bemalol qo'yib olib, manzillariga lokatsiya bo'lishi ketsa bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, multirul, LCD monitor, konditsioner va hattoki 4 taraflama kamerasigacha ega. Aytgancha eng muhim detali bu texnikalarda pnevma o'rindig'i ham mavjud. Texnikani tormoz tizimi haqida gapirsak, to'liq pnevmatik qilib ishlangan. Bu degani agar yukingiz og'ir bo'lsa ham tormoz juda yaxshi ishlaydi. Bu modelimizning eng muhim jihatlaridan biri bu ikki yoqilg'ida yurishi. Ko'rib turganingizdek 345 litr metan gaz ballon va orqa qismida 15 litr benzin baki bilan jihozlangan bo'ladi. Texnikaning g'ildirak bazasi 3300 mm bo'ladi. Ana endi texnikaning yurak qismiga keladigan bo'lsak, 130 ot kuchiga ega Hyundai motor bilan jihozlangan bo'ladi. Sizga bu yo'lbarsning qaysi jihatlari ko'proq yoqdi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.